tajribalisini ber. Soch yo'g'ini ko'ryapsanmi? Shuni mahkam tut. To'rtta kerakli tilni biladi. Lekin ehtiyot bo'l, biroz qaysar. Qani chaqirchi uni? Oy Ahmad, Mayli Hamid. Guruhimiz Tolibon qurol-yarog' omborlarini izlash bilan shug'ullanadi. Afsuski, sobiq tilmochimizni yo'qotdik. Ismim Ahmad sir. Men serjantman, ser emas. Yigitlar, bu Ahmad, yangi tarjimon. Uyaltirib qo'ymaysan degan umiddaman, Ahmad. Aslo sir. Birinchi nuqtamiz 30 kilometr masofada. Mashinada 1 soatlik yo'l. Kechirasiz. Gapir Haji. Meni fikrimcha o'ngdan yursak yaqinroq bo'ladi. Shoshma, xarita, aksini ko'rsating. Yog'ingarchilik bo'lganda chapdagi yo'lni ko'p qismini yuvib ketgan. Mayli, farq katta emas. O'ng bo'lsa o'ng. Serjant Kinli, iltimos to'xtatishni buyuring. To'xtash yo'q, yurishda davom etamiz. Muammo borga o'xshaydi. Kamera diqqatiga tanqid to'xtash. Nimaga bak? Men bu yo'lni tanlaganini hamma sabablarini o'rganib ko'rdim. Ikkinchi yo'lni yurib ketdi deganda aldagandi. Haddingdan oshyapsan, Ahmad. Meni ishim yordam berish. U sotqin. Qurolingni ol bo'g'zidan. Yomon yangilik bor. Xo'sh, qanday? Muammo chiqdi. Uzoqqa o'xshayapti. 8 kilometr uzoqlikda Tolibonlarning harbiy mashinasi aniqlandi.